Biz Taverap kompaniyasidan uy xarid qilganmiz. Olganimizga 2 yil bo'ldi. Sharoitlari zo'r. Mana hozirda yashab kelyapmiz. Bolalar maydonchasi, yana boshqa narsalar qurilyapti. Poliklinikalar, bog'chalar, domimizning sharoitlari zo'r. Bolalarim ham maza qilib o'ynashyapti. Har kuni ko'chalarda mana o'ynaymiz. Dom bizga yoqdi. Tavrabdan xudo xolasa mana 2-blokdan uy oluvdik. Keyin 23-noyabrda ko'chib kelganmiz. Bu paytlarda hali gazli yo'q edi. Xudoga shukr, hozir hamma narsalar yaxshi. Sharoitlari zo'r. Bolalarga mana sadiklar hammasi bor, xudoga shukr. Zeloniy zonalar, daraxtlar, zigritlar o'ylaganimizdan ziyoda qilib berishyapti. Tavrabdagilarga ham rahmat hammaligiga. Hozir sharoitlarimiz yaxshi. Suv, gaz, svetlarimiz hammasi yaxshi. Liftlarimiz ham zo'r ishlayapti. Hammamizga ma'qul bo'ldi. Hammamiz xursandmiz. Bolalarimiz bilan shu yerda baxtli hayot kechiryapmiz, xudoga shukr. Men o'tgan yili birinchilardan bo'lib kelganman. Bu yoqqa 3 xonali uy olganmiz, 2-domdan, 6-etajdan. O'tgan yili kelganimda to'g'ri, bir ikkita muammolar bor edi. Gaz muammosi, svet muammosi, elektr energiya. Hozirgi kunga kelib hammasi bartaraf etildi, xudoga shukr. Hozirgi kunda gazimiz bor, suvimiz bor, elektr energiyamiz bor. Undan tashqari bolalarimiz uchun mana bitta детский площадкалар bor, har bitta dom uchun qulayliklar qilib qo'yishgan. Mana xudo xolasa sentyabr oyida maktab yoki bog'chani topshiramiz degan. Xudo xolasa maktab bog'chalar qurilsa, biz bolalarimizni maktab bog'chalarga olib borib kelishga ham juda ham qulay bo'ladi bizga. Bu uy olganimdan afsuslanmayman. Taverap yaxshi kompaniya. Dom qulaylari yaxshi, yaxshi ishlangan, hamma narsasi yaxshi. Mana daraxtlar ekishotdi. Yana bizga polio qurib berishadi 2026-yil oxirigami, endi shu yil oxirigacha xudo nasib bo'lsa maktab ham qurib berishadi, bog'cha, maktab hamma narsasini qilishyapti. Orqa tomoningizda yangi domlar ham qurilyapti. Xudo xolasa mana bilan ham bitkazib berishdi. Bolalar maydonchasini hammasi yaxshi, juda ham zo'r.